Assalomu alaykum hammaga, meni ko'rib borayotganlarga. Hozir men shu boqayotgan, qarayotgan kampirimni video qilib nima qilyapman? Video qilib tushirib olyapman. Mana gullarga hozir qarayapti. Mana shu gullarni kampir katta qilgan. Anne, hadi. Kahvaltı yapalım. İkimiz turamiz. Qizi bor, qizi pastda. Manaki hozir kahvaltı tayyorladim nonushta. Oddiygina, lekin kallam tinchgina. Yaxshi ishlayapman. Kallam joyiga qo'yib, ertalab uyquda yaxshi uyg'onamiz. Xohlagan payt uxlaymiz. Xohlagan payt shu 9 gacha nima qilamiz, uyg'onamiz. Oldin ham kampir boqqanman. Kampirlarni rosa injig'iydi, asaplarimni buzib yuborardim, tushunmaydi. Aqli joyida bo'lsa ham ezishga harakat qiladi bularning xalqi. Kampir boqish ham juda ham oson, zo'r emas. Bir xil kampir boqyapti, zo'r deydi, lekin yo'q. Lekin hozir mening omadim kelib qoldi, yaxshi kampirga uchradim. Ba'zida buning ham qiliqlari o'tib ketadi. Qizi kelib nima qilib turadi, ba'zida 1-2 marta xafa bo'lib qoldim qizidan. Endi aralashaverganiga kelib aql o'rgatib, uni qil, buni qil deganiga keyin xafa bo'lib qoldim. O'zi ham bildi, keyin kam keladigan bo'ldi. Ya'ni mening ham qilig'im to'g'ri. Qilayotgan nima? Menga ishondimi? Ko'p kelavermaslik kerak. To'g'ri, kamera bor. Hamma xonada kamera bor. Kamerada kuzatib turibdi shundayga ham. Lekin kelib, mana bu yerda tozala, u yerda tozala degan gaplariga xafa bo'lib gapirmay qo'ydim bir kun. Keyin o'zidan bilib kelmay qo'ydi. Lekin kampirga yaxshi qarayapman. Iloji boricha qo'limdan kelgancha yaxshi gapirib nima qilaman, ko'nglini olaman, ora-sirada o'kib ham qo'yaman. Endi ora-sirada sal yana pathalimchilik ham kerak ekan. Anne, hadi kahvaltı yapayım, sonra kedilerinize bakacaksınız. Çay soğudu. Ana shunaqa. Shu deb yuradi. Kahvaltı qilaylik deganda mana. Anneciğim, ben şimdi oralarda temizleyeceğim. Gelin. Siz şey yapmang, gelin. Mana shunday qiliqlar ba'zan yoqmay ketadi, lekin Allohga